Aleksandr Makedonskiyga qarshi kurashgan shaxs Spitamen haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Qanday tayyor bo'lsangiz videoni boshladik. Sug'diyonada Makedon bosqinchilariga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'oloni rahbari Spitamen miloddan avvalgi 370-yilda Sug'diyonada tavallud topgan. Spitamenning onasi Sug'd, otasi esa Sak qabilasiga mansub bo'lgan. Spitamen yoshligidan kamon otishga va qilichbozlikka juda qiziqqan va saboq olgan. Spitamen avval Doro uchning, keyinchalik esa Baqtriya hokimi Besning lashkarboshisi va yaqin safdoshi bo'ladi. Bu paytga kelib esa Makedoniya shohi Eron va Misrni bosib olib, O'rta Osiyoga yurishini boshlab yuboradi. Baqtriya hukmdori Besning o'limidan keyin Makedoniya qo'shini Aleksandr Makedonskiy bilan birga Samarqandni egallaydi. Kanais, ya'ni hozirgi Sirdaryo bo'yidagi qal'alarni egallash bilan mashg'ul bo'lib turganda Baqtriyaliklar va Sug'dlar Spitamen boshchiligida Sug'diyonada qo'zg'olon ko'taradi va Samarqandni qamal qilishadi. Buning ustiga Aleksandr Makedonskiy turgan Sirdaryoning narigi betida osiyolik skiflarning katta qo'shini ham turar edi. Ular Spitamenga qo'shilishga tayyor edilar, ammo Aleksandr Makedonskiy qo'shinlari skiflar qo'shiniga zarba beradi. Qisqa jangda skiflar atayin chekinadi. Makedoniyaliklar issiqda ularni ta'qib qilib, holdan to'yadi va ko'lmak suvidan ichib zaharlanishadi. Bu vaqtga Aleksandr Makedonskiy Spitamenga qarshi 300 piyoda va 800 otliq askardan iborat bo'lgan qo'shinni yuboradi. Spitamen Aleksandr yuborgan qo'shinni yo'lda pistirma qo'yib qirib tashlaydi. Keyinchalik Aleksandr Makedonskiy mahalliy tilni biluvchi shaxs Farnoq ismli lashkarboshi bilan 4 sonli qo'shin jo'natadi. Spitamen bu safar jang qilishdan voz kechadi va Samarqand qamalini bo'shatib, massagetlar bilan qo'shilishib uchun chekinadi. Spitamen massagetlar bilan birlashgach cho'lda yaqin joyda o'rnashib oladi va makedoniyaliklarga qarshi kurashishni davom ettiradi. Va Aleksandr Makedonskiyga juda katta talofat yetkaza boshlaydi. Aleksandr Makedonskiy shu paytgacha bunchalik katta talofat ko'rmagan edi. Shuning uchun Spitamenga qarshi Aleksandr Makedonskiy o'zi shaxsan yo'lga chiqadi. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan jangda Spitamen atayin cho'lga qarab qochadi. Lekin Aleksandr buni hiylaligini bilib, uni ortidan quvmaydi. Ortda qaytishda esa Aleksandr Makedonskiy 120 mingdan ortiq tinch aholini qirib tashlaydi. Miloddan avvalgi 328-yilda Aleksandr Spitamenning ko'chmanchi massagetlar orasida yashirinib yurganidan xabardor bo'lgach, ularga qarshi qo'shin yuboradi. Spitamen 600 otliq askari bilan Aleksandr yuborgan qo'shinga hujum qiladi, lekin mag'lubiyatga uchraydi. Spitamen omon qolgan massagetlar bilan yana cho'lga qarab qochadi. Aleksandr Makedonskiyning o'ch olishidan qo'rqqan massagetlar rahbari miloddan avvalgi 328-yilning dekabr oyida Spitamenning boshini uzib Aleksandrga yuborishadi. Spitamenning qizi Apama esa Aleksandrning lashkarboshisi Salafga xotinlikka beriladi. Shunday qilib Spitamen miloddan avvalgi 328-yilda massagetlar rahbarlari tomonidan o'ldiriladi.